do'stlar, o harfi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyotdi. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlardagi o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, u do'stinglar kelib qoldi. Baş o. Yalğız o. Ayaq o. Ulan mı o? Osman jim o'ltir. O'qil salaman. Onta o'qilma, Yahya qo'rqaman. Dada doppatik, men doppa satay. Men radioba, sendichu. Mende onundan yo'g'an radioba. İşki radyo naqshi aytdi, ishki bola quloq etdi. Sol qo'limda ot olaman, o'ng qo'limda cho'qimiz yeyman. O ne on o te ot oga ra'ni qo'shsak ora bo'ladi. O re ara ora. Oga ta'ni qo'shsak ota bo'ladi. O teata ota. A teata ata. O te ot o teata ota. Ata ot ota. Toz haqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qolg'achqa uydan zodili chiqqili unumabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qilolmaydi ekan. Buningdan ajablangan Toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larzon usulga tushibdi. Quyosh Tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanibdi. Toz quyoshni osmonga chiqarib etgandan keyin orom elib o'tirgan bir jup ota bolani ko'ribdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağıdı devatıdı. Etizdeki kalan otlarını tezrak otu ötey. Deptu atisi bir çağda. Ma'qul. Deptu bala. Ula etizga kepti. Alay oğlum, otni mağı orgaq bilen al. Deptu atisi. Birdamdan keyin rastıl yağmur yağıp ketibdi. Ata bola ishkaylan amalsiz uyiga qarab yo'l olibdi. Yağmur bag'ansira qattiq yig'ib ketibdi. Quyosh uydan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushamabdi. Ota bola qizg'in paranglashib ketibsa, ularga heliqi Toz uchrab qopti. Toz ularga atdiganda quyoshni qanday qilib osmonga ib chiqqanligini so'zlab beribdi ekan, ular Tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz borolmaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanada qattiq og'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagili minibdi. Shunday qilib Toz quyoshning insonlarning yaqin do'sti bo'lib qopti.